8 aprel kuni Toshkent Preventiv tibbiyot bo'yicha Markaziy Osiyoning intellektual markaziga aylandi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Poytaxtimizda ilk bor o'tkazilgan Miya 360 xalqaro forumi sog'lom turmush madaniyatini yangi bosqichga olib chiqdi. Tadbir tashkilotchilari Xalqaro Siberian Wellness kompaniyasi va Prevent Med ittifoqi instituti sohaning eng kuchli 25 nafar ekspert va professorni birlashtirdi. Ilmiy vazndorlikni esa Rossiya terapiya markazi, Astana tibbiyot universiteti hamda Ta'limiy tibbiyot universiteti ta'minladi. Shuni aytmoqchimanki, oxirgi 5-6 yil ichida O'zbekistonda aynan profilaktik tibbiyotga bo'lgan qiziqish darajasi ehtimol geometrik progressiya bilan o'sdi, chunki aholining xabardorligi va onglilik darajasi oshib bormoqda. Hamma sog'lom bo'lishni va uzoq umr ko'rishni istaydi. Tabiiyki, biz bugungi kunga kelib o'tgan 5 yil ichida aynan profilaktika bilan shug'ullanuvchi juda ko'p sonli shifokorlarni yetishtirib chiqardik. Ular aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishmoqda. Bizga xat yozayotgan, qo'ng'iroq qilayotgan va siz tufayli sog'lom turmush tarziga o'tganimiz sababli sog'lig'imizdagi ko'plab muammolarni hal qildik. Katta rahmat deb minnatdorchilik bildirayotgan odamlar soni juda ko'pligini ko'ryapmiz. Diqqat markazida inson miyasi va uning potensiali, ekspertlar stressni boshqarish, uyquni yaxshilash va burn-outdan chiqish bo'yicha tayyor yechimlarni taqdim etdilar. Siberian Wellness uchun ushbu maydonni yaratish mintaqada salomatlikka ongli yondashuvni shakllantirishdagi strategik qadamdir. Kompaniya Siberian Wellness, Sibirskое здоровье. Siberian Wellness kompaniyasi bu xalqaro kompaniya va albatta sog'lom turmush tarzi g'oyalarini ilgari surish borasidagi sa'y-harakatlarimiz vatanimiz Rossiya va Sibir hududlaridan ancha chetga chiqqan. Bizning kompaniyamiz nafaqat mahsulotning mavjudligi, balki ishlab chiqarish oilamiz nuqtai nazaridan ham juda katta xalqaro tuzilmaga ega. U oilamiz haqiqatan ham juda keng. Sibirdagi asosiy bosh ishlab chiqarish korxonamiz Bolqonda, Serbiyadagi ishlab chiqarish, Appenin yarimorolda, San Marinodagi ishlab chiqarish va O'zbekistondagi ishlab chiqarishimiz borki, ularning sirasiga Namangandagi yirik loyihamizni alohida kiritish mumkin. Forumning kulminatsiyasi Central Asia Preventive Medicine Award mukofoti bo'ldi. Preventiv tibbiyot fidoyilari Valeriy Shvarts, Aygul Abdullayeva, Anna Proxorova, Nadira Akilova va Andrey Gostri yuksak e'tirofga sazovor bo'ldilar. Sog'liq bu doimiy rivojlanish va ongli hayot tarzidir. Miya 360 forumi esa yangi bilimlar bu yo'ldagi eng ishonchli hamkor ekanligini isbotladi.